Assalomu alaykum, qadrli katta yo'l kuzatuvchilari. Bugun 10-iyul sanasiga, xudo xolasa, ikkita 200 kvadrat gaz, ko'mir, o'tinga moslashgan damashli katta yo'limizni, xudo xolasa, Andijon viloyati Asaka tumani Ahtachiga ikkita bir xil egizak dastlabki qilib beryapmiz. Ho'jaga klientimizni o'tgani ham bitta mana 500 yillik katta yo'l bergandi, parniyaga bu yil uyga mana ikkita xudo xolasa inshaalloh olyapti. Bu katta yo'limiz to'liq 3 likdan yasalgan, ichi yutashi ham yo'g'i 3 likdan qilingan. Gazga, o'tinga, ko'mirga bir xilda yon beraveradi. Xo'p, mana bunkeriga 40 kilo, 35-40 kilo atrofida ko'mir sig'adi. Ko'mirni yirik maydaligiga qarab, bu joylaridan havo berib, mana 85 vatt ultkamiz qo'yilgan, havo berish orqali tepadan yonib, qopkalari bor, aylanib turbalar to'qilgan yonalariga o'tib, remontdan chiqib yonadi. Tushgan musor kullar bu yerdan oladi. Pastiga havo ham aylanadi, mayda kullar bu yoqqa tushadi. Bu yerga gaz ochib garilgan tiqib yoqilaveradi, eshiklar yopilib qo'yilaveradi yoki ochib qo'ysa yaxshiroq yonishaveradi. Bu usullar qilingan, mana ventilyatorimizni regulatorlari qo'yilgan, оборотini balandlatib pasaytiriladi. Terma datchigimiz qo'yilgan, gradusga chiqqanda yonib o'chadi. Misol 60 ga qo'yib qo'ysangiz 60 gradusga chiqquncha urutga ishlaydi. 60 ga chiqqandan keyin avtomatik tashlab o'chadi o'zi. Mana kampilaga. Mana datchiklarimiz ham bor ikkovida. Xudo xolasa, birinchi sezonlarni boshlab oldik. Bemalol zakaz qilaverasizlar akalar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yasab beramiz mana. Kamarlari hammasi joy-joyida berildi. Inshaalloh ish bitishi, belgilar ishlari qovun bo'lib qolishlar bo'lmaydi. Hamma yoq hisob olindi inshaalloh. Hop, eshiklari germetichni, tutunlar chiqmaydi, 2 qavat. Bu yerda ham mana eshiklari azizliklar qo'yilgan, tutun bo'lmaydi. Uchta eshiklik. Hozir biz Andijonda bunaqa pechkalar trendda, lekin ulardan farqi bor. Farqini ham tushuntirib o'taman. Farqi ichi yutashi polni 3 likda. O'zi bu katta yo'llarda standarti ichi 2.2, usti polni konteyner poli 4 likdan bo'ladi. Biz buni qilmadikda polni ichi yutashini 4 lik yangi yarachiliklardan qildik inshaalloh. Keyin kitoblarning orasiga 22 dona turba tiqib olganmiz, 25 lik. 22 dona turba ketgan. 3 seni, 208 3 seni turbalardan 22 ta ketgan. Sababki gazga effekt ko'p bo'ladi, turbadan effekt yaxshiroq bo'ladi. Pastiga ham konteyner turbalar to'qilgan, joyidan tashlanmagan. Shunga odam tushunadi buni, biladi, xudo xolasa. Bugun chiqarib beryapmiz. Zakazlar olishni boshlaganmiz. Ancha yig'ilib ham qoldi, xudo xolasa. Harakat qilib bemalol zakaz qilaverasizlar. Bunimiz 5 sotik issiqxonaga, rentaga yo'limiz tayyor bo'lgan. O'zimiz Andijonga. Men pastda mayda suvlar, foldashkal tushkalar, ataplenlarni qilib qo'yganmiz. Inshaalloh buni olib borib, katta obzorni qilib qo'yamiz, joylaymiz. Bu polni 4 likdan bo'lgan. Mana uy uchun yarim tayyor holatda. Bu faqat ko'mirga. Ko'mirni o'zi gazga yonmaydi. Bu ko'mir, o'tin gazga. Bu o'tin ko'mirga, gazga yonmaydi, chunki kitobi kattaligidan buni ko'mir rasoti oz, gazga yonmaydi. Buniki gazga ham bir xil yonadi, ko'mir rasoti ko'p. 40 kilo ko'mirda 8 soatdan 15-16 soatgacha yoqib beradi. Bunimiz 40 kiloda 24 soatgacha yoqadi, 12 soatdan. Farqi shunda. Narxi bu arzonroq chiqadi. Hozirgi kunda bu katta yo'llarda 4 million so'mdan dastlabki ishlar qilib beramiz. Narxlarni ham aytib o'tamiz. 10-iyul sanasiga akalar, bozorlarda 3,5 millionga ham bor. Farqini aytib o'tdim. Tushungan, bilgan biladi. Inshaalloh sifatlidan, ko'ngillarga yoqqanidan tanlab bemalol zakaz qilaverasizlar. Bizda ishlar avjiga ketyapti. Inshaalloh kimga shunaqa damashniymi, issiqxonagami, atapleniya xizmatimi, nima xizmatlar kerak bo'lsa bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Harakat qilib zakazlarni beraverasizlar. Уже boshlandi. Zakaz hozir ko'p emas, oldingiga 1 oylik o'chirtmas hozir 15-20 kunda keladi. Rasa payt hozir. Narx-navolar oshdi metallarni. Hozircha biz kattalarni narxini ko'tarmay turibmiz. Inshaalloh yangi oydan yangilik bo'lib qoladi. Xo'p, bizni kuzatishda davom etinglar. Katta yo'l xizmatinglarda.